Avvalambor assalomu alaykum barchaga. O'tgan darsimizda o'tgan kasalligimizda ishemik insultni klinikasi, etiologiyasi, kelib chiqish sabablarini aytib o'tgandim. Endi bu safar insultlarni davolash, ishemik insultdan asosan davolash mo'jizalarni ko'rib chiqamiz. Hop, har qanday tipdagi ishemik yoki gemorragik insultda zudlik bilan baza davolash mo'jizalari boshlab yuboriladi. Bunda spesifik davolash mo'jizalari esa insult tipi aniqlangandan so'ng o'tkaziladi. Xirurgik operatsiyalar bilan bog'liq masala ham zudlik bilan hal qilinishi lozim. Ya'ni neyroxirurg bilan, angioxirurg bilan olib boriladi bunda. Xo'p, kechtirilgan har bir soat og'ir asoratlar sababchi bo'lishi mumkin insultda. Bunda davolash mo'jilalari baziz, spesifik, simptomatik va xirurgik davolashlar farqlanadi. Baziz davolash usullarida nafas olish va oksigenatsiyani ta'minlash, yurak qon tomir faoliyatini boshqarish va arterial qon bosimini optimal darajada ushlash. Keyingisi miya shishini kamaytirish, suv elektrol balansini ta'minlash, qondagi qand miqdori nazorati, tana haroratini me'yorida ushlash. Keyingisi simptomatik davolash usullarida og'riqlarni bartaraf etish, epileptik xurujlarni bartaraf etish, psixomotor qo'zg'alishlarni bartaraf etish, vegetativ buzilishlarni, ko'ngillanish va qusishni bartaraf etish. Spesifik davolash usullarida trombolik terapiya, antiagregantlar va antikoagulantlar bilan davolash ishlari olib boriladi. Baziz davolash usullariga nimalar aytiladi? Baziz davolash usullariga aytganimdek, nafas olish va oksigenatsiyani ta'minlash. Ushbu muolajalar nafas olish funksiyasi buzilgan holatda o'tkaziladi. Dastavval nafas yo'llari sanatsiya qilinadi va havo o'tkazgich qo'yiladi. Bemor sopor yoki koma holatda bo'lsa, endotronxial intubasiya qilinadi. Mustaqil nafas olish buzilgan bo'lsa, sun'iy nafas oldirish amalga oshiriladi. Keyingisi yurak qon tomir faoliyatini boshqarishda. Yurak qon tomir faoliyatini boshqarishning asosiy vazifasi bu arterial qon bosimini optimal darajada ushlash. Yurak yetishmovchiligi, ishemiyasi va aritmiyalarni bartaraf etish. Bu muolajalar kardiologik maslahat asoslanib o'tkaziladi. Misol tariqasida bunda ishemik insultning o'tkir davrida arterial qon bosimini optimal darajada ushlash uchun bunda dastavval birdan ishchi kuchigacha tushirib yubormaydi. Misol tariqasida bemorning ya'ni ishchi bosimi 120-180 bo'lsa, ishemik insult rivojlangan vaqtida 200 bilan 100 orasida 100 mm ustun rivojlangan bo'lsa, birdan 120-180 ga tushirilmaydi. Bunda birinchi dastavval 180-190 mm ustuniga tushiriladi va bir necha kundan keyin ishchi bosimga tushirib boriladi. Ya'ni kun o'tgan sayin 5-10 tushirib boriladi. Birdan tushirish mumkin emas. Arterial gipertenziyani korreksiya qilishda gipotenziv terapiya. Ishemik insultning birinchi kunidan boshlab gipotenziv terapiya bosqichi amalga oshiriladi. Aksariyat hollarda insultning birinchi kuni reaktiv arterial gipertenziya kuzatiladi va uni korreksiya qilish uchun ancha mushkul hisoblanadi. Arterial qon bosimini 240-130 mm ustiga yetadi va unda ham ko'tariladi. Bunda peridiabetes, gemorragiya rivojlanish xavfi juda oshadi. Agar ushbu holat kuzatilsa, arterial qon bosimini 210-110 yoki 200 mm ustunigacha tushiriladi. Arterial qon bosimini tushirish uchun bir necha dorilar aytib o'taman. Ya'ni perioral yo'l orqali beriladigan dorilar. Ya'ni uy sharoitida Captopril 225-50 ml dozada chiqariladi, ichishga beriladi. Ta'sir eta boshlanish vaqti 15 daqiqa. Ta'sir etish davomiyligi 6-8 soat. Clonidin 0.15-0.3 mg ishlab chiqariladi, ichishga 30 daqiqa. Ta'sir etish davomi boshlanish vaqti. Ta'sir etish davomiyligi 4-6 soat, 8-12 soat hisoblanadi. Keyingisi nifedipin, bu til ostiga qo'yiladi, shimiladigan dori, 10-20 mg dozada ishlab chiqariladi. Ta'sir etish davomiyligi 5 daqiqadan 15 daqiqagacha. Ta'sir etish vaqti esa, ta'sir etish davomiyligi 4-6 soat. Captoprilda aytib o'tdim. Keyingisi nitrogliserin. Nitrogliserin juda tez ta'sir qiladi. 1 mg til ostiga shimiladi. Ta'sir etish davomiyligi 1 soat. Ta'sir eta boshlanish vaqti 1 daqiqada ta'sir etiladi. Keyingi muolajamiz arterial gipotenziyani korreksiya qilish. Arterial qon bosimi 160 mm ustunidan past bo'lgan holatlarda
arterial gipotenza deb yuritiladi. Insultning o'tkir davrida arterial qon bosimi tushib ketsa, miya tomirlar va koronar arteriyalar perfuzion bosimi ham tushib ketadi. Miyokard infarktida serebral mozomotor markazlar faoliyati izdan chiqadi. O'tkir qon yo'qotishlarda arterial qon bosimi tushib ketadi. Shuningdek, ateroskleroz fonida rivojlangan embolik insultda ham arterial qon bosimi pasayadi. Arterial gipotenzani korreksiya qilish uchun asosan adrenomimitiklar guruhiga mansub dorilar qilinadi. Ular arterial qon bosimini oshiradi. Yurak urishini tezlashtiradi, markaziy vena bosimini ko'taradi. Serebral, koronar va periferik tomirlarda perfuzion bosimini oshiradi va total ishemiyaning oldini oladi. Insultning o'tkir davrida arterial qon bosimini ko'tarish uchun qo'llanadigan asosiy dorilarning bir nechtasini sanab o'taman. Bunga dobutamin 250 mg miqdorda glyukoza yoki natriy xloridning izotonik eritmasida 500 ml da har daqiqasiga 5-10 tomchi tomizib, boshlang'ich doza 2,5-5 mg taqsim kilogramm tashkil etadi. Keyin esa dopamin 50 mg dan miqdorda glyukoza yoki natriy xloridning 500 ml izotonik eritmasiga venaga tomchilab yuboriladi. 1 daqiqada 6-12 tomchi tashkil etadi. Boshlang'ich doza 4-10 mg taqsim kilogramm hisoblanadi. Keyin esa noadrenalin 2-4 mg dan, ya'ni 1-2 ml 1,2% eritmada ishlab chiqariladi. Bunda 1 yoki 2 mg olinadi. Ampulada dori glyukoza yoki natriy xloridning 500 ml izotonik eritmasida tomchilab yuboriladi. Daqiqasiga 10-20 tomchi. Mezaton bu 1% 1 ml eritmada ishlab chiqariladi. Glyukozaning 250-500 ml izotonik eritmasida tomchilab yuboriladi. Shuningdek, u 0,1, 0,3, 0,5 ml izotonni 40% glyukozaning 40 ml eritmasida tezlik bilan 5-6 daqiqa ichida venaga yuborish ham mumkin. Xo'p, arterial qon bosimini tushib ketganda qo'llanadigan dorilar aytdim. Undan tashqari suv elektrolit balansini ta'minlash. Suv elektrolit balansini ta'minlashda asosan bunda qondagi osmono'lik darajasini olib boriladi. Keyin tashqari esa natriy, kaliy, natriy xlor, kaliy xlor balansi nazorat qilinadi. Va agar suv elektrolit balansi tushib ketgan bo'lsa, ya'ni eritmalar, osmono'lik eritmalar qo'yiladi. Undan tashqari qondagi qand miqdori nazorati, insultning o'tkir davrida reaktiv giperglikemiya kuzatiladi. Shuning uchun bemor shifoxonaga yotqizilgan zahoti qon bosimidagi qand miqdori tekshiriladi. Giperglikemiya darajasi 8-10 ml dan oshsa insulin yuboriladi. Insulin qilinganda kaliyga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Shuning uchun insulin yuborilgach glyukoza kaliy insulin aralashmasi venaga tomchilab yuboriladi. Agar aksincha bo'lsa, gipoglikemiya aniqlansa, ya'ni qondagi qand miqdori 3 mol taqsim litrdan tushib ketsa, 20-40% glyukoza 20-40 ml miqdorda venaga yuboriladi. Gipertermiyani nazorat qilish, agar qon temperatura ko'tarilsa, shuradan chora-tadbir olib boriladi. Analgen dimidrol usul tariqasida 38 gradusdan yuqori bo'lsa, 50% 4 ml analgen va 1% 2 ml dimidrol venaga yuboriladi. Mesh va intrakranal gipertenziyani bartaraf etish. Bunda insultning o'tkir davrida mesh va intrakranal gipertenziyani bartaraf etishda bazis terapiyaning asosiy vositalaridan biridir. Dastlab bemor yotgan karavotning bosh qismi 30 gradusga ko'tariladi. Bo'yin venalari kompressiyasini yuzaga keltiruvchi omillar bartaraf etiladi. Bo'yin bukilib va boshning yon tomonlariga keskin qayrilib qolmasligiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, bemorni tinchlantirish, ya'ni og'riqli sindromlar va psixomotor buzilishlarni bartaraf etish ham o'ta muhim hisoblanadi. Ishemik insultda ham, gemorragik insultda ham mesh va intrakranal gipertenziyani bartaraf etish uchun quyidagi bir xil muolajalar amalga oshiriladi. Osmotik diuretiklar. Birinchisi osmotik diuretiklar manitol, gliserol ishlatiladi. Manitolning 20% eritmasi 1 kg tana vazniga 0,5
1 grammdan kuniga 4 mahal venadan yuboriladi. Bundan tashqari glisserol yuborilsa bo'ladi. Osmoniy do'ritliklarni bilan davolashda plazmaning osmonalik darajasi 300 mosmi taqsim kilogrammdan oshmasligi kerak. Xo'p, boshqa gipertonik eritmalar miyash va intrakranal gipertenziyani bartaraf etish uchun 10-25% albumin 1 kilogramm tana vazniga 2 grammdan 7,5-10% natr xlor 100 ml kuniga 2-3 mahal, 10% refarton kuniga 500,000 ml venaga tomchi yuboriladi. Bundan tashqari siydik haydovchi dorilar, lazikis, forasimet ishlasa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari simptomatik davolashlarni aytib o'tdim. Bunday asosan simptomatik davolashlarda agar bemor tutqanoq yuzaga kelsa, uni bartaraf etish, psixomotor qo'zg'alishlarni, og'riq va vegetativ buzilishlarni bartaraf etish ishlar olib boriladi. Tutqanoqda esa asosan sebazon, relanium, diazepam qo'llanilsa bo'ladi. Natriy oksibutrat qo'llansa, midazolon qo'llansa bo'ladi. Natriy tiopental qo'llansa bo'ladi. Ko'ngillanish va qusish bo'layotgan bo'lsa, bemorda metoclopramid, serokal, dompiron, etapirazin qo'llansa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari asosan somatik asoratlar yuzaga kelganda bemorda bansa yotoq rejimida, ya'ni insultda, ishemik insultmi yoki gemorroik insultmi birinchi yordam ko'rsatilgandan keyingi holatda aytyapman, zotiljan pnevmoniya yuzaga kelishi mumkin. Bunda esa bemorning holatiga qarab antibiotiklar buyuriladi yoki buyurilmaydi, ya'ni yoki balg'am ko'chiruvchi dorilar ishlatsa bo'ladi. Xo'p, spesifik davolash usullariga keldik. Spesifik davolash usullariga asosan ishemik insultning spesifik davolash usuli trombotik terapiya, antiagregantlar va antikoagulantlar qilishdan iborat bo'ladi. Bunda asosan spesifik davolash usullarida xirurgik davolash usullari ham olib boriladi. Xo'p, trombolik terapiya. Trombolik terapiyada tromblarni parchlash maqsadida trombolitiklarni venaga yoki arteriyaga yuborib davolash usulidir. Bu usul ishemik insult rivojlangan zahoti, ya'ni dastlabki 3-6 soat ichida o'tkazilish kerak. Intravaskulyar tromboliz quyidagi ikki xil usulda o'tkaziladi. Intravenos tromboliz trombolitiklarni venachiga yuborib davolash usuli faqat terapevtik darcha davrida, ya'ni dastlabki 3 soat ichida o'tkaziladi. Agar 3 soatdan ko'p vaqt o'tsa, intravenos tromboliz umuman qo'llanilmaydi. Keyingisi intraarterial tromboliz. Trombolitiklarni arteriyaga, ya'ni bevosita tromboz kuzatilgan joyga yuborish usuli. Bu davolash usuli kasallik rivojlangandan so'ng 6 soat ichida o'tkazish kerak. Agar 6 soatdan ko'p vaqt o'tsa, intraarterial tromboliz usuli qo'llanilmaydi. Bemor antikoagulantlar va antiagregantlar bilan davolanadi. Xo'p, trombolik terapiyani quyidagi talablarga amal qilgan holda o'tkaziladi. Davolash faqat trombolitik terapiya usulini mukammal biladigan mutaxassislar tomonidan maxsus nevrolog kliniklarda, shifoxonada o'tkaziladi. 18 yoshgacha bo'lgan bemorlarda o'tkazilmaydi. Xo'p, kompyuter tomograflarda tekshiruvlar yordamida ishemik insult tashxisi tasdiqlangan bo'lishi kerak. Keyingisi, insult rivojlangandan so'ng 6 soatdan ko'p vaqt o'tmagan bo'lishi kerak. Trombolitik vosita 3 soatgacha venaga, 3-6 soat ichida arteriyaga yuboriladi. Trombolik terapiya gemodinamik insultdan tashqari ishemik insultning barcha patogenik tiplarida o'tkaziladi. Trombolik terapiyani o'tkazishga qarshilik qiluvchi holatlar: arterial qon bosimi 180-100 ml ustidan yuqori bo'lsa, oxirgi 3 oy ichida boshmaning og'ir jarohat o'tkazgan bo'lsa, gemorroik insult, meningensefalit, miya absessi, miya o'smasi, arteriovenos malformatsiyalari, anevrizmlar, bakterial endokardit aniqlansa, mumkin emas. Gipokoagulyatsiya bilan kechuvchi qon kasalliklarda leykemiya aniqlansa, mumkin emas. Xo'p, nisbatan qarshilik qiluvchi ko'rsatmalarga kuzatuv paytida nevrologik simptomlar keskin kamaysa, oxirgi 3 oy ichida miokard infarkti o'tkazgan bo'lsa,
oxirgi 3 haftada ichki a'zolarga qon ketishlari kuzatilgan bo'lsa, oxirgi 2 hafta ichida xirurgik operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa, homiladorlik va ini tuqqan paytda oradan 10 kun o'tmagan holatlarda, anamnezda gemorrag insult o'tkazilgan bo'lsa, gemorrag diatezlar, shu jumladan jigar va buyrak yetishmovchiligida, trombositlar soni 1 ml qonda, ya'ni 100 mingdan kam bo'lsa, qonda glyukoza miqdori 20 mol taqsim litrdan baland bo'lsa, epilepsiya va tutqanoq xurujlarida nisbiy, ya'ni qarshilik hisoblanadi. Bular hammasi agar insult boshlangan vaqtni aniq bo'lsa, trombolik terapiya boshlanmaydi. Trombolik terapiyani o'tkazishdan oldin qilinadigan muolajalar: bosh miya kamtar tomografiyasi qilinadi. Muolaja 30 daqiqa ichida qilinishi kerak. Elektrokardiografiya qilinadi. Qonda gemotokrit, trombositlar soni va glyukoza miqdori aniqlanadi. Arterial qon bosimi o'lchanadi. Agar uning ko'rsatkichlari 180-100 mm taqsim so'm ustidan yuqori bo'lsa, gipotenziv dorilar qilinadi. Agar arterial qon bosimini pasaytirish imkoni bo'lmasa, trombolik terapiya o'tkazilmaydi. Trombolik terapiyani o'tkazish tartibi: intravenöz tromboliz. Bu maqsadda ko'pincha altiplaza qo'llaniladi. Altiplaza 1 kg tana vazniga 0.9 mg dan qilinadi. Avval dorining 10% vena ichiga 1 daqiqa mobaynida yuboriladi. Keyin dorining qolgan qismi 1 soat ichida venaga tomchilab qilinadi. Agar bemorning tana vazni 70 kg bo'lsa, uning qilinadigan altiplazaning umumiy dozasi 63 mg tashkil qiladi. Demak, dastlab 6.3 mg dan bu dorining 10% altiplaza venadan sekin yuboriladi. Keyin dorining qolgan qismi 60 daqiqa mobaynida venadan tomchilab yuboriladi. Intraarterial tromboliz endovaskulyar operatsiyalarni o'tkazishga mo'ljallangan angioxirurgiya yoki endovaskulyar neuroradiologiya bo'limlarida o'tkaziladi. Rentgenologik angiografiya nazoratida arteriyaning tromb aniqlangan qismiga urokinaza yoki rekombinant prourokinaza yuboriladi. Urokinaza trombni butunlay parchalay olmaydi. Uning bir qismini parchalab kanalni ochadi. Buni rekanizatsiya deb atashadi. Paydo bo'lgan kanaldan qon o'ta boshlaydi. Yangi paydo bo'lgan kanal juda tor bo'lsa, uni kengaytirish uchun endovaskulyar xirurgiya muolajalari qo'llaniladi. Masalan, maxsus halqa yordamida tromb olib tashlanadi va o'sha joyga stent qo'yiladi. Intraarterial tromboliz murakkab operatsiya bo'lsa-da, intravenöz trombolizga qaraganda gemorrag asoratlar juda kam hisoblanadi. Trombolik terapiya bilan birgalikda antikoagulantlar va antiagregantlar ham berish mutlaqo mumkin emas. Trombolik terapiyaning eng asosiy va xavfli asoratlaridan biri intrakranial gemorragiya bo'lib, ular 3-10% holatlarda kuzatiladi. Insult rivojlangan 3-6 soat o'tgandan so'ng o'tkazilgan trombolik terapiyaning gemorrag asoratlari juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun 6 soat o'tgandan so'ng trombolik terapiya o'tkazilmaydi. Trombolik terapiya o'tkazgandan so'ng qilinadigan muolajalar: trombolik dorilarni yuborib bo'lgandan so'ng esa har 15-20 daqiqada bemorning somatik va neurolog statusini tekshirib turiladi. Neurolog status 48 soat mobaynida vrachning diqqat markazida bo'lishi kerak. Agar bosh og'riq, ko'ngil aynish va qusish paydo bo'lsa, arterial qon bosimi ko'tarilib ketsa, bemor hushini yo'qotsa, boshqa va neurolog statusda yangi simptomlar paydo bo'la boshlasa, intrakranial gemorragiyani izlash uchun zudlik bilan kiti qilinadi. MRT yoki. Xo'p, undan keyingi mavzuimiz antiagregantlar va antikoagulantlar bilan davolash. Antiagregantlar va antikoagulantlar bilan davolash trombolitiklar qilingandan so'ng 24 soat o'tib boshlanadi. Antiagregantlar bu dorilar ishemik insult tashxisi qo'yilgan zahoti bera boshlaydi.
Bu maqsadda odatda aspirin kuniga 150-325 milligrammdan tavsiya etiladi. Tiklit, tiklopidin aspiringa qaraganda samarali dori bo'lib, kuniga 250 milligrammdan 2 mahal beriladi. Keyingisi Plavix yoki Clopidogrel 75 milligrammdan bir mahal beriladi. Clopidogrel bilan 75 millimetr yoki 150 milligramm Clopidogrel bilan aspirin 75 milligramm birgalikda tavsiya etilishi ham mumkin. Ya'ni Clopidogrel 75 milligramm, aspirin 75 milligrammdan birgalikda berilsa yaxshi natija beradi. Antikoagulantlar bilan davolash kichik o'choqli ishemik insultlarni ikkinchi kundan boshlab, katta o'choqli ishemik insultlarni esa bir haftadan so'ng boshlanadi. Ya'ni antikoagulantlar kichik o'choqli ishemik insultni ikkinchi kundan boshlab, katta o'choqli ishemik insultlardan so'ng bir haftadan keyin beriladi. Antikoagulantlar antiagregantlar bilan birga tavsiya etilmaydi. Antikoagulantlardan asosan geparin va uning analoglari, Clexan, Firaxafarin, Warfarin tavsiya etiladi. Geparin asosan qilinadigan dozasi, ya'ni bemorning kilogrammiga qarab qilinadi. Bunda ham kuniga 2 mahaldan teri ostiga, kinnik atrofiga, bilakka qilsa bo'ladi. Geparin 2 haftagacha qilinishi mumkin. 2 haftadan ortiq berish mumkin emas. Ishemik insult davolashda eng ko'p qo'llanilgan va katta dozada beriladigan antikoagulantlardan biri bo'lgan geparin hisoblanadi. Biroq ishemik insultning ijobiy dinamikasi bilan giporaniterapiya orasida bog'liqlik aniqlanmagan va miya prediabetes kemiragilar ko'p kuzatilgan. Chunki geparin tromblarni parchalay olmaydi, biroq ularning qonda paydo bo'lishini oldini oladi. Shuning uchun geparin ishemik insultlarning o'tkir davrda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan tromboembolik asoratlarni profilaktika maqsadida qilinadi. Geparin arterial qon bosimi 200-100 mm ustunida, septik holatlarda, og'ir soppa va koma holatlarda, oshqozon ichak yarasida, jigar va buyrak yetishmovchiligida hamda trombositopeniyada qilinmaydi. Xo'p, tana vazni va Clexanlarda geparin analoglari, Clexan, Firaxafarin, Clexanlarda tana vazniga qarab aytib o'taman. 45 kg tana vazni uchun Firaxafarin, ya'ni Clexanlar 0.4 ml. 55 kg tana vazni uchun 0.5, 70 kg uchun 0.6, 80 kg uchun 0.8, 100 kg undan ortiq uchun 1 ml yuboriladi. Clexan dozasi 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 va 1 ml dozalarda ishlab chiqariladi. Yana bir aytaman, kilogramga qarab berib boriladi bu dozalar hammasi. Xo'p, cerebrovaskular kasalliklar, ya'ni ishemik insultlarni umuman profilaktikasida birinchi o'rinda ateroskleroz, xo'p, arterial qon bosimini nazorat qilish, yurak kasalligidan nazorat qilish, qandli diabetni nazorat qilish, buyrak yetishmovchiligini nazorat qilish ishlari olib boriladi va aytib o'taman, arterial gipertenziya muntazam oshib yuradigan bemorlar doimiy palkinga nazorat ostida yurish kerak. Ya'ni palkinga nazorat ostida bo'lish kerak. Arterial gipertenziyani doim nazorat qilib borish kerak. Xo'p, shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Xayr, salomat bo'lingizlar.